Kasbiy ta'lim agentligida Koreya Eksport-Import banki hamkorligida kasbiy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini modernizatsiya qilish loyihasi doirasida koreyalik mutaxassislar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Vazirlar Mahkamasining kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarning ishlab chiqarish amaliyotini tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilayotgan loyihaning joriy holati, bajarilgan ishlar va kelgusi rejalari muhokama qilindi. Respublikamizning 330 ta texnikumlarida kompyuter to'plamlari, VR studiyalar va onlayn platforma uchun maxsus dasturlar ishlab chiqiladi. Har bir texnikumning o'qituvchilari Koreyaga bir oylik vaqt davomida malaka oshirishlari uchun yuboriladi. Ular qaytib kelgach, kaskad tamoyili asosida biz qolgan barcha texnikum o'qituvchilarini yangi dastur asosida o'qitib boramiz. Bizning asosiy maqsadimiz texnikumlarda kompyuter xonalarini bu bir xona sifatida emas, o'quvchilarimiz dual ta'lim o'qiyotgan bir vaqtlarida pul ishlab topishlari uchun imkoniyatlar berish. Demak, biz kompyuterlarimizni 3D printerlar bilan ta'minlaymiz va ular SMM sohasida, marketing, dizayn sohasida va biznesning barcha yo'nalishlarida o'qituvchilarning ko'magida biznes tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha ham pul topish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Ma'lum qilinishicha, umumiy qiymati 51 million dollardan ortiq bo'lgan mazkur loyiha 2025-27 yillarga mo'ljallangan bo'lib, u 3 ta asosiy komponentdan iborat. Loyiha doirasida 330 ta texnikum kompyuter to'plamlari, elektron doskalar va 3D printerlar bilan jihozlanadi. Shuningdek, raqamli laboratoriya, kontent yaratish studiyalari hamda VR showroomlar tashkil etish rejalashtirilgan. 이 사업은 우즈벡의 IT 인력을 Ushbu loyiha O'zbekistonda IT mutaxassislarini tayyorlash uchun muhim infratuzilmani yaratishga qaratilgan. Agar bu loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, men O'zbekiston IT sohasida kuchli davlatga aylanishi uchun yana yangi imkoniyatlar yaratilishi mumkinligiga ishonaman. Shu sababli texnikumlarda IT infratuzilmani yaratish, zamonaviy talablar asosida IT o'quv dasturlarini ishlab chiqish va o'quvchilar ushbu bilimlarni puxta o'zlashtirib, yetuk mutaxassis sifatida yetishib chiqishi uchun zarur sharoitlarni yaratish ushbu loyihaning asosiy maqsadidir. Shu bilan birga o'qituvchilar va mutaxassislar malakasini oshirish, AR, VR kontent yaratuvchi kadrlarni tayyorlash ham loyihaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uchrashuvda onlayn o'qitish tizimini joriy etish, mobil ilovalar va ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Tomonlar hamkorlikni yanada chuqurlashtirish, 2026-yilda AKT jihozlari xaridi, o'rnatish ishlari va malaka oshirish jarayonlarini izchil davom ettirishga kelishib oldi.